Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga master yukazatini qanday ichki sxematda ulanishini ko'rsatajekman. Hop, endi kontaktorimiz bor, endi avtomatimiz bor, uni aldan berdik. Demak, kulchator bo'ladi, master kulchator. Kontaktor 1, 2 dan faz giradi, 3, 4 dan chiqadi. Hozir 1 bilan 3 ni ko'rsatib o'tajekman. Birimizda faz beramiz, ya'ni faza beramiz. Birimizdan faza permishga olib turib, kulchatorimizga beramiz. Kulchatorimizdan chiqarib, ko'rib turibsizlar, ya'ni kulchatordan chiqib, kontaktorning E1 na giradi. E1 na giradi. Hop, E1 ga kirgandan so'ng nolimiz, ya'ni 0 kichkina ko'rinishi 0 kichkina qilib qo'yibman. Nolimizni pryamoy olib, kontaktorni E2 na beramiz. E2 dan olib, lo'batib ko'rib turibsizlar, ta'minotchiga ketib turibdi, rozetka. Men 2 dan rozetka hisobini ko'rsatib turibman. E2 dan rozetkaga ketib turibdi. 1 lo'batib, yana bir o'tib, yana 2 ko'rib turibsizlar. Xo'p, E1imizni berdik, kulchatorga berdik, kulchatordan chiqarib E1 ga berdik. Endi kontaktorimizni 1 dan berdik, endi 3 dan faz chiqadi. Bu yerda faz chiqib, avtomatga giradi. Avtomatdan chiqib ta'minotchiga bo'linadi. Mana fazlar chiqib, avtomat 16 dan beri avtomatdan fazlar chiqib, ta'minotchiga bo'lingan. Rozetka, faza 0. Nolimiz E2 ga ulanib, E2 dan pryamoy ta'minotchiga ketadi. Fazalar через master kulchator bo'lib ishlaydi. Kulchatorni yoqib o'chirsak, ta'minotchimizni yoqib o'chiradi master kulchator. Men bu yerda 2 dan rozetka qo'yib qo'ydim, prosta ko'rish uchun. Bu yerda xohlasangiz bir zdaniyani qo'yib qo'yasiz, bir uyni qo'yib qo'yasiz, xohlasangiz bir narsani qo'yib qo'yasiz. Bu master kulchator vazifasi shu. Master kulchatorni bosasiz, avtomat o'chirishyapmiz. Master kulchatorni o'chirsangiz bo'ldi, mikrometr ta'minotchi o'chadi. Bular sxemasi shunday. Faza berasiz kulchatorga. Fazadan chiqib, kontaktorni E1 na berasiz. Hop, 1 dan bergan bo'lsangiz, 3 dan faz chiqadidan kulchatorga kelib, avtomatga kiradi. Avtomatdan chiqadidan ta'minotchiga bo'linadi. Ta'minotchiga bo'linib turibdi. E2 ga 0 beriladi, 0 dan chiqib ta'minotchiga ketadi. Master kulchatorni ulanish sxemasi shunday. Videomiz yoqqan bo'lsa, birdan like bosib qo'yinglar, meni kanalimga obuna bo'lsin. Yo'ldan chiqarmang. Qiziqarli videodan ko'p kutaman.